Assalomu alaykum. Aka, bezovta qildingiz, charchabasiz. Uzr alaykum. Ha, g'ayrat aka, taksi prank qiladigan. Okey, Namangandan keldim, muxlisingizman. Mana shu prankingizga olib chiqayman ya. Bu uyushtirma ne diyor prank? Hech kimga yetmayman aka. Erkakchilarmiz. Aytishdamas gap. Bu uyushtirma ne shunday realni olib. Aka, bitta olib chiqaryapmiz ham ko'tarilaylik endi. Aynan bu asosan aka o'zi prank o'zim ko'rgan bo'lsangiz, ayollar bilan, qizlar bilan yaxshi, o'g'il bolalar bilan haligi O'shaning uchun narsalar bo'lib ketsa, ketadi. Zvezdalar bilanmi? Mana Zvezdaman aka, noyopaman, novochilik qilaman. Gap so'z yo'q aka. Bunaqa emas gap. Aka, meni olib chiqasiz, prosmotr 10 million urmasa iPhone 7 olib beraman. 10 million urmasa. Aka. Aka, bu narsa adminlarimisiz? Bu narsa-da. Yo'q aka. Aka, hozir Uyushtiramiz aka. To'g'ri. bo'ldi, xatya bitta rasmga tushamiz endi. Ha, mayli, bu rasm. Bunga ham yo'q desangiz kerak. Aka rasm keldi. Men o'zim olib beraman. Yo, o'zim selfie qilib beraman mana aka. Gap yo'q, Kibir aka. Joningiz sog' bo'lsin. Olib chiqsangiz bo'lardi aka. Kibir deb yo'lar aka. Uzr alaykum. Ming bor uzr. Keling, Namanganga mehmon qilamiz. Xo'p. Qadrli do'stlar, Andijonga kelasizlar. Deganinglarda Bugundan qadrdonlar men prank olmayman deb video qo'yasiz postingizga. Tushundingizmi aka? Bugundan video olmayman deb Instagram postingizga joylaysiz. Sog' bo'ling. Ular jiddiy turyapsiz. Nima kulyapsiz menga? Men shoshib yetib kelsam talab etyapsizmi? Qanaqa shapka? Hozir keldingiz. Taksi bilan Başkanalash. Men meni o'g'aynim prankka tushirgan ekansiz. Chet elda yuruvdim, kela olmadim. Hozir qarab shu videoni o'chirasiz, bu prank sohasini umuman olmaysiz qaytib. Hozirgi bolami? Qanaqa hozirgi bola? Nima to'g'risi? Hozirgi bolamiz. Hozirgi bolasiz. Siz popullar. Hozir keldingiz. Pranklaylik dedingiz, to'g'rimi? Men o'zi tushirmagan. Hayotda ham bachkan ekansiz. Nima to'xtaydi? Tushirmagan. O'g'aynim prankka tushirgan ekansiz, o'chirib tashlaysiz hozir. Siz bilan prank qilmayman deganimga boshqa odam olib kelyapsiz. Qanaqa prank? Nima prank? Apyasini aytib. Men prankermidim, sizga prank qilaman. Ayya. Videoni o'chirib tashlaysiz hozir. Adminmisiz? Videoni o'chirib bering telefonni. O'xshatmi? Mana o'xshatib. Aka, assalomu alaykum. Sizlar o'zgarganlar O'zga taraf qo'ying. Pranker oldi bo'lasiz. Daraxt orqasidan kelib bildilar. Aka, hayron. Qani, kecha mana Real Madrid yutdi. Siz Real Madridning muxlisiz. Keling, bugun boshqacha tema qilib ko'ramiz. Hop. Navbahorning muxlisi ko'pmi, Andijonning muxlisi ko'pmi? Davay. Mana bu aniqlashtirasiz, so'roqsiz mana. Nima qilamiz mana? Navbahorning muxlislari mana shu videoga like bossin. Andijonning muxlislari kommentariy yozsin. Endi Neftning muxlislari jo'natsin. Neftning muxlislari kuchli lekin auditoriya. Jo'natishdan bilamiz-da bu. Bo'ldi. Qadrdonlar videoga bitta like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Navbahor yoki Andijon. Izohlarda kommentarlarni kutamiz. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yamiz. Jigar, addoshi. Joningiz sog' bo'lsin. Kim qasalikchilar to'g'ri bilib oling. Kim qasa, kim qasa. Aytmayman. Kommentariyada topsiz, aka. Kim qasa, kim qasa. Bu qasa, men qasa, aka. Siz qasa. Siz qasa. Gap yo'q. Lekin bitta prankingizga olib chiqasiz 90 kilomiz aka. Yo, bilan Zvezdadan olib chiqarlar. Bo'ldi. Uyushtirib o'zi. Bak, bo'ldi. Akalar, joningiz sog' bo'lsin. Rozi bo'lasizlar. Tushunganingiz bizda lekin. Rahmat katta.